To'xta. Yo'q, faqat o'lma, yo'q. Qoch. Yo, hammaga salom, sizlar Abdulaziz MC. Короче, kecha anarxiya vibe bo'ldi, ya'ni Articraft vibe bo'ldi va bugun kuchayishga harakat qilamiz. Men bundan oldin bitta video olgandim, u o'chib ketdi. Zo'r video edi, lekin o'chib ketdi u video. Hozir yangidan video olyapman, endi bunisi qiziqarli bo'lmasligi mumkin, lekin harakat qilaman. Tak, birinchi XP to'plab olamiz. XP. Tak, 10 tadan 2 ta bo'lsa, shunda serverda kuchayishning eng oson yo'li bu albatta XP craft qilib, enchant qilib kuchayish, lekin hozir juda yomon ko'raman-da shu vibe'dan keyin biladi. Pul ham hech kimda pul yo'q bo'lgandan keyin hamma aniq qiladi. Hech kimda pul yo'q bo'lsa keyin hamma o'ynagisi kelmaydi. Hozir axir narsalar ko'rsam juda arzon bo'ladi narsalar, shunga hech kim o'ynagisi kelmaydi. Vibe'dan keyin. Albatta bizga daraxt kerak bo'ladi. Daraxtni daraxt qilib cho'p yasab, keyin o'zimizga kirka qilamiz. Kirka emas, biz anonga ketyapmiz. Kastilga boramiz aytgancha biz. Tak. Lizurit kerak. Lazurit. Uzr qanday aytiladi bilmayman. Короче, bolalar o'zim server yaratyapman. Agar qiziqsanglar, 1-2 kunda tayyor bo'ladi server. Anarxiya server. Maza o'ynayman desalar ham bor, shu yarataman anarxiya server. Maza o'ynasanglar bo'ladi. Yaxshi sehrlar tushmoqda. Tak, bu baqiroq musor. Mana baqiroqni o'ynab ko'rmaganman, lekin musor, aniq musorda. Hozir bitta imperator bor edi. Kastilga birga bormoqchi edi, lekin uni setda minus bo'lib ketgan ekan. Shunga o'zim borardim kastilga. Hozir bu yerda men jinniga chiqib klandan nasl olish qidiryapman. Ana kiyimlar, zirhlar tayyor. Hozir men o'zimga bitta qilich yasashim kerak. Tak, olmos qaranglar. Men ham olmoqchi edim, mana shu donat qilib olmoqchi edim imperator kitga. Bilet ishlamayapti ekan, hozir ko'rsataman. Inpay degan narsa ishlamayapti dedi. Kuzatuvchimiz, ya'ni obunachimiz. Tak, bitta qilich. Endi uni sehrlaymiz. O'zi enchanlamagan qilich qana sehrlayman dedim. Obunachimiz yozmoqda, bizni tanibdi. 33 ta zo'r sehr ekan u, lekin hozir qaytib kelsam ikkinchi marta yo'q bo'ladi hozir. Buldozer kirka, o'zimda yo'q buldozer kirka hali. Ishtim ham yo'q. Uni 2 ta anoni shablonni menga o'sha imperator sovg'a qildi. Короче, men sizga podarka dedi, oldik o'shani ham. Tak. Almaz debman, XP kerak. Unda XP bo'lmasa bizga ana kerak, uje borganimizcha yo'q ham bo'ladi shekilli. Короче, ikkita zo'r mod topdim-da, bittasi tepada xarita ko'rsatadi, ham bittasi anondaqa nima deydi, kechqurun yoriq qilib beradigan, vashi zo'r. Короче, maza qilasizlar. Agar kerak bo'lsa, Telegramga kirib kerak desalar, men tashlab beraman. Ana musor bo'ldi endi, musor, aksiyatlanish. Musor craft. Zohidjon 222. Короче, YouTube'ga ana videoga qo'shib qo'yaman desam, ko'p qo'shiq ishlatib bo'lmasa ham ko'p qo'shiqni ban deyapti. Короче, biz maqsad hozir Kastilga borib, Kastildan yaxshi narsalarni o'marib kelamiz. Va 1-2 kundan keyin sotamiz, chunki hozir hech kimda pul yo'q. Bundan oldingi videoda men o'zimni
kitimni olgandim. Afsuski u kit yo'q. U video ham yo'q. Ketdi u kastilga. Men lekin uncha PvP'da yaxshi emasman. Hozir kastilga kirib, olmani qo'limizga olamiz. Kirka enchantga solib qo'yaylik. O'zi bitta kirkam bor bilet. Kambag'allikda serverni boshiga ma'lum qiladi kambag'alchilik. Hozir oylikdan ishni tushmadi. O'chyapti bilet. To'xta. O bilet izimni ochib bitdan. Orqadan kelmayaptimi? Yo'q, orqadan kelmayapti. Короче, shu kastilga kirishda aniqlarimiz ichkariga kirsak hamma bitadi. Ana nima tushdi? Olma tushdi, sehrlangan olma. Shu Vibe'da oxirida mana sehrlangan olmalar 2 milliondan sotiladi-da, lekin hozir 100 mingdan turibdi sehrlangan olma. To'xta. Mana senga gul. Mendan senga gul. Tak, mana uni ochaylikchi. Ichidan nimadir chiqib qolarmikan? Hech nima chiqmadi. Bitta totem chiqsa zo'r bo'lardi. Totem ham shu serverda oxiriga kelib 20 milliondan bo'lib ketdi-da. Chunki yaqinda 2 kun oldin server Vibe bo'lmasdan oldin maza qilib o'ynayotgandik. Hammasi qimmat pul ham daxuya. 200 million, 300 million pul bor edi. Omin, hamma pul yo'q. Hozir gaday. Pul gaday. Tak. Kötü tararlayacağım. Rewardingda. Birinchi mana narsa olmani sandiqqa solish kerak. Albatta kombat tugasa sandiqqa solamiz. Aytgancha server ochmoqchiman men, короче, nomi Uzbekcraft bo'ladi. O'ynamoqchi bo'lganlar yozaringlar. 1-2 kunda bitib qoladi server. Hatto server anarxiya bo'ladi. Shu 45 ta obunachi bo'lsa, короче, hozir menda 45 ta obunachi bor, 50 ta obunachi bo'lsa, YouTube'da streamim yoqiladi. YouTube'da stream yoqilganda nima bo'ladi? Kayf bo'ladi. Stream qilamiz, xudo xolasa, 1 soat, 2 soatlab stream qilamiz. Stream qilish ham qiyin bo'lsa kerak, bilmadim, undan qilib ko'rmaganman. Короче, serverlarda yaxshi o'ynayman degan. Lekin PvP vash musor yana kastilga ketyapmiz. Yetti bag'ini tezlashtirib olaman. Короче, mashina ochatadim. Menga totem tushdi-yu, ana Ahliddin degani olib ketdi. Bilet orqasidan rosa quvaladim. Ololmadim. Ana. Ketdi. Mayli, bitta totem deysizlar, lekin totem ham kerakli. Uni qo'lida totem ushlab olgan. Hozir orqasidan qo'yapman, yo'q bo'lib qoladi hozir. Mana shu bolaga 5 ketman. Borib ko'rib turgan bo'lsa, mana shu bolaga rozi emasman, shu totemga borib. Ketdi, qochdi, orqasidan quvayapman, yetolmadim. Mashina yo'q bo'lib qoldi, qayerga ketvordi bilmadim. Mana yo'q bo'ldi, 1 2 3 ketdi, yo'q. Bilmayman nima oldi, qayergadir yo'q bo'lib qoldi bola. Lekin mana yonimda xaritachi zo'r narsa ekan. Shu kastilga kelsangiz hech kim hamma ko'tini qisib yuravermaydi. PvP qilishaman deydi, bilib. Narsalarini tez solib qo'ymasang, PvP'da yeb qo'ysang bo'ldi. Softlar bor, ko'p hozir soft o'ynaydi. U totem tushdi, mana bolaga berib qo'yamiz.
Shu короче anoni ham donasi 3 milliondan adashmasam mana qopqonni narxi 2 kun oldin 3 milliondan edi. Hozir axga kirsangiz vash arzon, hamma narsa arzon, hech kimda pul yo'q. Gaday, hamma gaday, 1 so'm puli yo'q. Umr ketmasin, mana mana короче videoni tezlashtirmayman. Videoni birinchi yozib olib turib, keyin ovoz beryapman. Buyoqda zerikib qolmasliklaring uchun. Hozir mana shu yerda hamma narsani olib ketdi, biletni hech nima qolmadi. Mayli, nima deymiz? Yerdaman. Vaqtda almazlardan qo'rqish kerak. Hozir hech kimdan yo'q, hamma almaz kiyib olib. Go team. Go. Bu qorani ochamiz, короче. Bu boladan musor narsalar ishda menga berib qo'yapti. Buni musorda men nima qilaman? Hayronman. Go team bro. Xudoxotjon. Bu Articraft o'ynasham jonim dedi. Meni bitta keysimni hali bergani yo'q Articraft. Yozdim, men bermadi keysimni bilet. Bitta keys 15 mingdanmi? O'sha bitta keysdi. Bermadi, hech bo'lmasa tokendan tashlab beraman. Men ana o'qimoqchi edim, 10 ming token solmoqchi edimda, u token yo'q bo'lib qoldi, короче. Ana ishlamayapti ekan, donat boti. Solmay qo'yardim. Shu Zolan degani qilichi ashib izlasagan token olgan shekilli. Hozir qochmasam deb qochish kerak, bitam qochish. Bag'da jang. Sherigim qochyapti, o'sha sherigim bilan o'tirmoqchi edimiz, eplolmadi. Lekin qilich kuchli qildi. Suvda manobratni ko'rib qoldim. U ham urmayman dedim, yana urmayman dedim, короче. Yana ketyapman-da o'lgani. Tushdim, yana yopaman deb o'yladim. Afsuski yo'q, yopa olmadim. Chunki men oltin olaman deb nari yonimdan o'qitdim. короче. Xullas. Xayr hammaga. Ishlamadi bu ham bilet. Xayr hammaga, kanalga obuna bo'ling.